yurtimiz bolajonlari va hurmatli tomoshabinlar. Mana bugun Kichkintoy Kids bog'chasida Yangi yil shukuhi. Barchangizni kirib kelayotgan 2026-yil bilan chin qalbimdan qutlayman. Bolajonlar, sizlarni biz yolg'izni bayramda qoldiramizmi? Новый год, косы, елочкатый год, Дед Мороз, хозяйки, везет подарки. Sho'rchi tumanida Bunyodkor mahallasida joylashgan Kichkintoy Kids bolajonlari bugungi 2026-yil bayramona Yangi yil kayfiyatini juda a'lo darajada ko'tarinki kayfiyatda kutib olmoqda. Yangi yil bayram tadbiri bilan bugun bolajonlarimiz juda ham chiroyli raqslarga, o'yinlarga, she'rlarni a'lo darajada o'tkazdi. Men bu Kichkintoy Kids bolajonlardan juda ham xursandman va ular bilan faxrlanaman. Yurtdoshlarimni Yangi yil 2026-yil bayram bilan muborakbod etaman. Hammamizga 2026-yil omadli, nimaki niyat orzu qilgan bo'lsak, hammasi amalga oshishini tilab qolaman.